Kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videoda O'zbekiston Superligasining 10 tur o'yinlari qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz va musobaqaning to'purarlarini eslab o'tamiz. Marhamat, birga bo'ling. Chempionatning eng zo'r to'purari Paxtakor klubidan Igor Sergeyev. U 10 ta gol urgan. Izohlarda qaysi shahardan tomosha qilayotganingizni va qaysi jamoaga muxlislik qilayotganingizni yozib qoldiring. Bu videoni har doim hafta oxirida qaysi jamoalar o'ynashini bilmaydigan va keyin natijalarini so'rab yuradigan do'stingiz bilan bo'lishing. Kanalga obuna bo'lishni va boshqa videolarimizni tomosha qilishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha